Xitoy Sharqiy Turkistonda zulm va assimilyatsiya siyosatlarini davomlashtirish bilan birga ta'tir tashviqotni kuchaytirmoqda. Xotandagi hukumat xodimi Aynur Abdurahim Xinjiang gazetida e'lon qilgan maqolasida Xitoyning navbatdagi siyosatlarini aqlagan. Xitoylar bilan birga o'ynab cho'ng bo'lganligini, Xitoyning tarixdan buyon bu zaminda yashaganligini va Xitoy bayramining burundan tabriklanib kelayotganligi qatorliq safsatalar o'tirib qo'yilgan. Xitoyning bu ta'tir tashviqotlarga qattiq norozilik bildirgan Sharqiy Turkiston uchur markazining raisi Abdujilla Qarqash hech bir zaman dushman bilan hamkorlashmadik, ham hamkorlashmaymiz. Sharqiy Turkistonni ishg'ol qilgan, bu zaminning asli egilari bo'lgan millionlarcha kishini zindonga otgan, orqasida bo'lsa millatlar ittifoqligi nomida bu yolg'onlarni oqlashga urinish faqat va faqat Xitoylar bilan turklar orasidagi dushmanlikni kuchaytirdi. Xitoyning zulmiy ishg'oli davomlashayotgan bir vaqtda qandaqmi hamkorlikdan so'z ochqili bo'lsin dedi. Xitoyda ziyarati bo'layotgan Saudiya Arabiston valiahdi Muhammad bin Salman Xitoyning Sharqiy Turkistonda qurgan va millionlagan musulmonni qamab assimilyatsiya qilayotgan jazo lagerini qo'llaydiganligini bildirdi. Osiyo ziyarati jarayonida Xitoyga borgan Muhammad bin Salman Xitoy raisi Xi Jinping va muavin bosh ministri Han Jiang bilan ko'rishdi. Xitoy bilan 28 milliard dollarlik savdo kelishimi imzolagan bin Salman Xitoyning egilik huquqi, bexatarligi va muqimligini qo'g'dash tirishchanligini qo'llaymiz dedi. Sharqiy Turkistonning Aqsu viloyatida tartilgan bir sin ko'rinishda Uyg'ur o'quvchilarni xitoylashtirishga urinayotgan Xitoy o'qituvchilarining Uyg'ur bolalarga Xitoy operasiya o'rgatayotganligi o'tirg'i chiqdi. Shuning bilan birga Erkin Osiyo radiosining ma'lumotlariga asoslanganda balasiga Xitoy operasiya o'rgatmagan oilalarga 100 yuandan 500 yuangacha jarimani qo'yildi. Hindiston Jammu Kashmirga yana 10 ming askar avatdi. Hindiston kontrolligidagi Jammu Kashmirda 14 fevral bir harbiy avtomobil hujumga uchirgandan keyin rayonda mustaqillik tarafdorlaridan 200 kishi qo'lga olindi. Shundaqla rayonga 10 ming askar avatildi. Saqchi doiralari rayonning har qaysi joylarida mustaqillik tarafdorlarini o'z ichiga olgan 200 kishining qo'lga olinganligini bildirdi. Venezuela hukumati Kolumbiyaning jiddiy va qonunsiz tahdidlarini bahona qilib, bu davlat bilan bo'lgan chegara eg'izlarini vaqtliq taqashni qaror qildi. Venezuela muavin prezidenti Rodrigo ommaviy taratqularda e'lon qilgan bayonotida Kolumbiya hukumatidan kelgan Venezuelaning egilik huquqi va tinchlikka ziyon yetkazadigan jiddiy va qonunsiz tahdidlar sababli ikki davlat orasidagi 3 chegara kirish eg'izini taqashni qaror qilganligini bildirdi.